Aka tushunmadim men sizni. 10 dollarga mana shunaqa ishlar qilasizlarmi? Qilib beryapmiz aka, albatta. Hozirgi kunda Samarqandda hovlilarga mana shunaqa bar qo'ydirish trend bo'lgan do'stlar. Buni travertinchi akalarimiz qilib berishyapti. Hozir so'raymiz mana shu hovliga qancha kvadrat ketgan, narxi nech puldan? Nodir aka, charchamayapsizmi? Assalomu alaykum aka. Yaxshi Xizmatlaringiz haqida obunachilarga ma'lumot bersangiz. Biza ishimiz bu Samarqand sayohat o'tkazib berganmiz. 9 dollardan qilib beryapmiz aka, 13 dollargacha. Bu hovlimizga kartamera qilib berganmiz 10 dollardan. Mamlakat tiyagalar, podsvetkalar, ish derazadan rosh tiyagalar, X-Loy Traventin, lak, attachmento, usta xizmatlari qilib beryapmiz aka. Uyni egasidan nima talab qilinadi? Yo'llar shkaturka bo'lsa, uydigasidan yotoq joyi, lesasi, ovqat beriladi. Juda ham chiroyli chiqibdi aka. Mana shu xonadonni necha kunda bitirib berdingiz? Aka, bu hovlimiz 300 kvadrat, 15 kun o'tkazib berganmiz. Devorlar to'rishga turka edi, Samarqand shahrida sayohat o'tkazib berganmiz. Hozirgi zamonaviy moda attachmentolik variantda qilib berganmiz aka. Siz ham hovlingizni mana shunaqa chiroyli qilib travertin qilmoqchi bo'lsangiz, akalarimizni raqamlarini qoldirganmiz. Eslatib o'taman, kvadrati 9 dollardan 13 dollargacha, hamma materiallari o'zidan.